Bo'ladiki, hammasi yaxshi. Yaxshi, tuzoq bo'linglar iloyim. Hop. Bugun sizlar bilan SNR full holatda o'tamiz. Nima SNRda nima ishlaydi, nima ishlamaydi, shularni ko'rib chiqamiz, xudo xolasa. Hop. Bo'lmasa darsni boshlaymiz. Xo'p, bugungi mavzuyimiz bizda SNR bo'yicha bo'ladi. Ya'ni hamma ishlatadigan SNR. Faqat men SNRga boshqacha qarayman. Asqarga ekransiz ko'rinmayapti aka. Ne ko'rinmaydi, ekranimni yoqib qo'yganman. Kirib chiqing. Bir ko'rinmayapti. Yo'q, ko'rinyapti. Mana ham ko'rmayapti. Hop. Bizda ko'rinib turibdi lekin. Boshqatdan o'chirib yoqaman. Ko'ryaptimi endi? Ko'rinib turibdi aka. Ko'rinyapti. Bo'ldi, хорошо. Hop, darsni boshlaymiz. Hop, bugungi mavzuyimiz SNR bo'ladi. SNR o'zi nima? Например, mana SNR deyiladi. Ya'ni SNR bu S bu support, N bu end va R bu resistance. Ya'ni support bu qo'llab-quvvatlash zonasi, resistance bu qarshilik zonasi deyiladi. Ya'ni o'zbekchasiga. Ruschasiga zona сопротивления, zona поддержки deyiladi. Bugun sizlar bilan shuni ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Xo'p, biz bilamizki, ko'plar SNRda o'zi bitta narsa bor, hamma o'rgatadigan narsa bu, ya'ni mana bu holat RBS holat deyiladi. Mana bu holat SBR holat deyiladi. Ya'ni market strukturani oddiy holatini odamlar qo'pol qilib aytganda pullaydi. Mana shu narsani o'rgatadi. Sразу aytaman, bozorda bu narsa ishlamaydi. Ishlaydi, o'zini payti bor, momenti bor, o'sha payt ishlaydi. Atak bu ishlaydigan narsa emas. Bozorda oddiy holatni ko'ramiz, mana oddiy holatni oladigan bo'lsak, например, mana bu joyda bizda mana RBS holati katta time frame'da qilgan mana. Lekin nima qilyapti? Narx buzib ketyapti. Xo'p, gap so'zi yo'q, mana bunaqa joylarda ishlagandir mana. Lekin bu joyda ham nima bo'lyapti? Probitsiya bo'lyapti. Ya'ni narx fake out holatini yasayapti. Bu fake out holatda hamma ham o'tira olmaydi. Qo'pol qilib aytganda stop edi yoki impuls edi. Oddiy holat mana shuni H1 ga yoki H1 ga o'tkazadigan bo'lsam ham, Asqar aka, eshitaman. ko'pchilikda ko'rinmayapti ekan ekran. Nimagadir, menda ham masalan hozir. Menda ham yo'q. Qanaqasiga ko'rinmaydi sizlar? Kirib chiqinglar. Ko'rinmayapti bizda. Qaytadan kirib ham chiqdik, va ko'rinmayapti. Bizga manda ko'rinyapti. Ko'rinyapti lekin. Ko'rinib turibdi bizda ham. Hozir boshqatdan qilaman. Hozir hamma kirib olsa, bo'lmasa keyin bittada yoqaman. Hop, yoqyapman, qaranglar. Hammada ko'rinishi kerak u. Kimda ko'rinmayapti? Ko'rinyapti aka. Ko'rinmayapti.
Endi ko'raman. Ko'rindimi bo'ldim? Ko'rindi. Ko'rindi aka, zo'r. Все, хорошо. Mana bizda oddiy holat, mana daily time frame ni ko'ryapmiz. Aytaylik, daily time frame da boshqatdan tushuntirib ketaman, shu ko'rolmaganlar yana bitta tushunib olishi uchun. SNRda mana bu holat bor, ya'ni resistant, break and support deyiladi, ya'ni RBS holati, mana bu SBR holati. Bu narsa bozorda umuman ishlamaydi, umuman. Da ishlaydigan momenti bor, ya'ni 60% ishlab beradi, 40% ishlamaydi. Bu narsa win rate hisobiga hisoblaganda sizlarning foydaga olib chiqmaydi umuman. Ya'ni bu umuman qarorsiz narsa hisoblanadi. Bu narsani biz yo'qotamiz va men sizlarga bozorda mana shuni yaqqol misolini ko'rsatib berishga harakat qilaman. Aytaylik, mana bizda o'sha resistant zonalar. Mana resistant zona. Mana bu yerda birinchidan bu yerda kelmagan, bu yerda kelmasdan ketgan, mana bu yerda, например, resistant zonani breakout qilgan, lekin proboy qilib qo'ygan. Xo'p, хорошо. Bu ikkita holat ishlamadi. Endi aytishingiz mumkin, mana 3-holat ishladi. Lekin 3-holatda ham biz multi time frame orqali ko'radigan bo'lsak, bu holatda sizlar уже давно bozordan chiqib ketgan bo'lardingiz. Chunki birinchidan mana bu zonani oralig'i juda ham katta va bu zonani oralig'idagi stopga sizlarni depozitinglar bardosh bermaydi. Mana bu yerda mana fake, mana ko'rishimiz mumkin. Bu yerda fake, bu yerda fake, bu yerda fake va bu holatda sizlarni bozor sindirib tashlaydi, sindirib tashlab keyin уже o'z yo'lini davom etadi. Biz nima qilamiz? Biz SNRda ishlaydigan narsani olishga harakat qilamiz sizlar bilan. Aytaylik, SNRda o'zi nima ishlaydi? SNRda faqatgina SS holat va RR holat ishlaydi. Bozorda bu narsa juda ham ko'p ishlaydi, juda ham ko'p. Mana. Mana bu holat bor. Bozorda mana shu ikkala holat juda ham aqlli va umniy ishlab beradi va o'zini holatini qilib beradi. Faqat bu narsaga o'sha o'zini multi time frame bor va o'sha multi time frame bo'yicha ishlatsak, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Ya'ni bizda multi time frame, aytaylik, H1 zona olsak, o'sha M15 time frame bo'ladi. Agar M30 zona oladigan bo'lsak, bizda M5 time frame bo'ladi. Ya'ni H1 zona multi time frame M15 bizaga o'sha mana, например, mana shu RR va SS ishlashligi uchun o'zini tasdig'i bor. Tasdiq nimadan iborat? Aytaylik, bizda bozor tepaga chiqayotganda, mana tepaga chiqayotganda, keyin mana bu yerda resistant yasadida fake holat, ya'ni oxirgi resistantni buzib, keyin narx pastga oqadi. Aytaylik, keyin mana bu joydan yana razvorat oldi, ko'pchilik o'ylaydi buy. Mana bu joydan biz o'zimizni holatimizni olib chiqib ketishga harakat qilamiz. Ya'ni mana bu resistant holati bo'ladi. Nimaga bu yerda ishlaydi, lekin boshqa joyda ishlamaydi deganda, bizda mana bu narsa katta rol o'ynaydi. Ya'ni markaz strukturani 2 bora buzilishi. Mana. Ya'ni 2 marta bizda support yoki resistant holati buzilishi shart. Ana o'shandan keyingina RR va SS holatli ishlaydi. Aytaylik, bu holatda ham shunaqa narx buzadi va bu joydan resistant yasab uchadi. Va narx bu yerda уже o'zini прогулкасini qilib keladi, bu qiladi va mana bu joydan yana reaksiya beradi. Va bizda mana bu joy, ya'ni support SS holati bo'ladi. Bu joyda bizda RR holati, ya'ni mana bu joyda bizda RR, ya'ni ikkita resistant ishlashi. Bu joyda bizda SS holati. Mana bu joyda bizda SS holati va bunga sabab bizda o'sha ikkita resistantni buzilgan holati hisoblanadi. Keyin yana bitta narsani tushuntirib berishga harakat qilaman. Ko'p treyderlar bozorda uzoq muddat saqlanib qolib ketishadi. O'sha ko'pchilik uzoq muddat bozorda saqlanib qolib ketganligi uchun ham stabilniy dohodda yura olmaydi. Nimaga? Hozir bir minut. Telefonimizni zaryadga qo'yib oling. Xo'p, nimaga ko'pchilik o'sha bozorda qolib ketadi deyotganim sababi bu o'sha multi time frame'larga va oladigan o'sha anaqalarga bog'liq bo'lib qoladi. Ya'ni olib chiqib ketadigan foydasiga. Bizani
bizani holatda biza uchun eng kerakli narsa bu 50 punkt. 50 punkt. Aytaylik, Fibonacci ishlatadigan odamlarda garantirovniy tipi, garant tipi bu 1.61 mi shunaqa deyishadi. Bizada garant tipi bu 50 punkt. Bozor har doim 50 punktda любойchasiga yurib beradi. Любойchasiga. Bu narsani biza sizlarga o'rgatgan EG faylatimda ham ko'rsanglar bo'ladi. EG faylat entry yoki EG entry ni o'zida ham ko'rsanglar bo'ladi. Ya'ni bozor xohlaymizmi, xohlamaymizmi 50 punkt yurib beradi. Hammani hisoblashi har xil. Shuning uchun ham men tushunarliroq bo'lishi uchun tushuntirib beraman. Aytaylik, hozirgi paytda bizada narx aytaylik nechida turgan ekan? Xo'p, bizada narx hozir mana 27.30 da turgan ekan. 27.30 da narx turibdi. Bizaga 50 punkt olishimiz uchun aytaylik bayga otgan bo'lsak, bizada 27.35 bo'lishi kerak. Mana shu narsa bizada 50 punkt. Kimdadir bu 50 punkt, kimdadir bu 5 punkt, kimdadir 500 pips. Lichna menda bu 50 punkt, ya'ni 50 punkt va 500 pips bo'ladi. Chunki hamma har xil o'rgangan. O'zi asli mana shu bo'ladi. Mana shu haqiqiy punktning hisobi bo'ladi. Ya'ni 50 punkt i 500 pips. Endi kim qanaqa hisoblaydi bilmayman. Kimdirlar Malayziyada o'qib kelgan, kimdirlar 50 punktda 50 pips deb hisoblaydi. 50 pipsmi, 5 pipsmi, bir balo qilib hisoblaydi. Aslida unaqa emas, aslida mana shunaqa. Ya'ni mana shu punktni biz olib bozordan chiqib ketishimiz kerak. Va bozor bu punktda bizaga просто с легкостью beradi. Просто с легкостью. Ya'ni mana biz aytga yana qaraymiz. Mana bizada SS holati va biza bozor kelganda mana shu joydan entry qilamiz va 50 punktimizni olamiz, chiqib ketamiz. 50 punkt olamiz, chiqib ketamiz. Bizani qiymatimiz, ya'ni mana shu zonaga kelganda full holatda tiqib, mana shu joydan 50 punkt chopib chiqib ketish va bu joyda ham 50 punkt kelib, 50 punkt topib chiqib ketishimiz. Ya'ni SS va RR holatini ishlashi bu birinchidan multi time frame ga bog'liq, ikkinchidan siz vaqtida chiqib ketishingizga bog'liq, uchinchidan bu o'sha mana bu biza kutayotgan setupni to'liq shakllanishini kutishimizga bog'liq bo'lib qoladi. Va bu narsani ertaga sizlar test qilib ko'rib chiqqaningizdan keyin shu narsani tushunib yetasizlarki, что bu holatda uverin bozorga kirsa bo'ladi. Bemalol. Mana bu holatimiz bizada bozorda ishlamaydi. Ya'ni mana bu bizada hamma ishlatadigan RBS, ya'ni RBS zona. Mana bu bizada aytaylik SS zona. Bu umuman ishlamaydigan zonalar deb hisoblanadi. Ko'plar lekin SNR o'rganayotganda faqatgina shu SNR o'rgatadi, lekin bu ishlamaydi. Mana ishlaydigan narsa. Ya'ni mana shu narsani hozir sizlar bilan bozorda ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Xo'p, biza H1 ga o'tamiz. Mana biz H1 kontrolli time frame'damiz va bizaga kerakli aytaylik любой joydan olamiz. Mana shu joydan olamiz. Xo'p. Mana aytaylik bizada resistant holati. Keyin qaranglar, resistant holatini nimaga asoslanib olamiz? Mana bu line chart bor bizada. Ahamiyat beringlar, mana line chart, line deyiladi. Ya'ni mana buni ochasizlar. Mana bu bitta pitichka bunga, bitta pitichka yaponskiy svechiga qo'yib qo'yasizlar. Bo'ldi. Mana shu ikkita narsaga ahamiyat beramiz. Qaranglar, bizada men hozir qanaqa holatda ishlaydi va qanaqa holatda ishlamagan holatlarni ham ko'rsatib berishga harakat qilaman. Aytaylik, mana bizada katta harakat bor pastga. Va biza mana shu resistentni o'zimizga zona qilib oldik. Yaponskiy svechiga o'tamiz. Bu zonaga o'tgandan keyin biza buni mana tana shpilka qilib olamiz. Endi qaranglar, tana shpilka qilib olganimizdan keyin botda bizada hozir ikkita resistent buzilishi yo'q. Bizada hozir botda confirmation yo'q. Значит, biz nima qilamiz? H1 time frame dan M15 time frame ga sakraymiz. Nimaga? Ya'ni confirmation olish uchun. Biz mana M15 time frame ga o'tamiz va o'zingizlar guvoh bo'lishingiz mumkin. Bizda mana M15 time frame da narx turibdi. Hech nimani o'zgartirmayman. Mana zona turibdi. Bizga kerakli narsa mana bu bo'ladi. Ya'ni ikkita supportning buzilishi. Mana ikkita support buzilishi. Ya'ni tana shpilkasi bilan birga buzilishi shart. Mana
tanish pilka buzildi, narx keldi va bu joydan bizaga 50 punkt atkatimizni shundoq yurib berdi mana. 50 punkt. Mana. 50 punkt hisobladim. Bizada stop hisobimiz fignia bo'ladi. Bu joyda aytaylik, qaranglar, srazu tushuntirib o'tib ketaman. Bu joyda aka stop qo'yamizmi degan joyda stop qo'ymaymiz bu joyda. Nimaga? Chunki bozor bitta impuls berib, stopingizni yig'ib, keyin pastga tushishligi mumkin. Shuning uchun ham nima qilamiz? Biz qachon bozordan chiqib ketamiz? Qachonki narx mana bu holatda yopilsa. Ya'ni mana biz olib qo'ygan zonaga nisbatan narx svecha bilan buzib yoriladi. Ya'ni buzib yorilib, mana bu holat o'zi ishlamadi degan. Narx katta ehtimol bilan yoki botda kelib turib uchib ketadi yoki narx mana shu joyida o'zida yo'lini davom etadi. Mana shu joyi o'zida yo'lini davom etadi. Mana shu bu joyda mana ko'rib turibmizki, bizda resistent holat ishlab berdi. Va yana biz H1 holatiga o'tamiz va H1 holatidan aytaylik, bizda mana bu joy bor, mana H1 holatida. Mana bizda resistent oxirgi kuchli zona. Mana tanish pilka qilib oldim. Tanish pilka line chartga olsam mana katta harakat, mana katta harakat. Mana bu joyi ham mana olsangiz bo'ladi. Mana bunaqa zona qilib. Zona qilib olsangiz bo'ladi. Lekin bu yerda katta ehtimol bilan live holatda, ya'ni yengillik holatda o'tgan. Bu yengillik holatda opasniy bo'ladi. Aslida biz odatiy holatda ishlaymiz. Ya'ni mana bunga o'xshagan holatlar. Bu yerda yana kontrolni time frame M15 ga o'tamiz va biz o'z sababimizni qidirishga tushamiz. Bizda birinchi bizani o'zi avtomatik zona kontrolga o'tganingizda sizlarda sabab kelib chiqadi mana. Sabablar kelib chiqadi. Ya'ni mana ikkita support buzilishi, mana ikkita support buzilishi, narx kelib, mana bu joyda mana entryning harakati. Va bu joyda yana biz shu o'zimizni 50 punktimizni olamiz va bozordan chiqib ketamiz vaqtida. Xo'p, bu narsa lotga bog'liq, ya'ni 001 lot uchun bizda bu 0, ya'ni bizda bu 5 dollarga teng bo'ladi. 010 lot uchun bizda 50 dollarga teng bo'ladi. 50 dollarga teng bo'ladi. 1 lot uchun bizda bu 500 dollarga teng bo'ladi. Lekin eng qizig'i, sizlar bu sistemani o'rganib olganingizdan keyin hayotda bitta dona lot ochmaysizlar. Bu degani agar sizlar 001 lot bilan kichkina shot bilan ishlagan taqdiringizda ham 001 lot uchun kamida 10 ta ochasizlar. 10 ta ochdinglar degani bu 50 dollar depozit olib chiqib ketdinglar degani. Lekin sizlar например 0 dan ham например 0 lotdan ham bemalol keyinchalik 4 ta yoki 5 ta holatda ocha olasiz. Bu degani ham har kuni bu narsa har kuni beradi. Kichkina time frame da ham ko'rsa bo'ladi. Men sizlarga hozir faqat H1 da ko'rsatyapman. Bu narsani M30 holatda ham ko'rsa bo'ladi. M30 holatda ham olib chiqib ketsa bo'ladi. M30 holatda почти har kuni bitta pozitsiya beradi bu. Ya'ni bu bitta pozitsiya sizlarga shu narsani olib keladi. Ya'ni biz agar o'zimizni ochib ko'rmasdan odatiy holatda 0.10 bilan ishlaylik, har kuni 50 dollar olib chiqib ketaylik. Bu degani bizda 10 kunning ichida 500 dollar bo'lyapti, 20 kunning ichida 1000 dollar pul почти bo'lyapti. Keyinchalik o'zingizlarning riskli nima deydi, risk holatingizga qarab ko'proq lotlarni ochib, ko'proq lotlar bilan ishlasanglar bo'ladi. Yana H1 holatiga o'tamiz. Bu yerda mana H1 holatida ko'rayotgan bo'lsanglar, bizda mana zona bor. Bu yerda ham bizda mana zona SS holatida. Mana boya aytgan joyimga to'g'ri keladi. Ya'ni eslagan bo'lsangiz, boya aytdimki, stopni olib qo'yish ehtimoli bo'ladi. Shuning uchun ham kutib turish kerak. Bozor shunaqadan. Lekin bu yerda kichkina time frame ga ham nazar tashlash kerak. Kichkina time frame ga nimaga nazar tashlash kerak? Chunki bu yerda yopilishiga ahamiyat beramiz. Mana bu yerda o'zi ko'rishimiz mumkin. Narx yopilishi har safar tepada bergan. Mana bizda birinchi holat, mana bizda resistentlarning buzilishi. Bizda mana bu joyda mana bu o'zidan ham ko'rsak bo'ladi, orqadan ham ko'rsak bo'ladi. Orqada resistent buzilishi, orqada resistent buzilishi. Narx kelishi va bu joydan narx tepada yopilishi va yana 50 punkt bizga narx o'z holati bilan yurib beradi mana. Endi M30 da ko'rishga harakat qilamiz. Boshqa pozitsiyalarni aytaylik, mana shu joylardan olamiz. Xo'p, bu yerda H1 ko'ramiz. Xo'p, mana bizda bundoq qilamiz zonani. Mana bizda narx
holati bu joyda уже поведение rынка bo'lgan, ya'ni bu yerda уже narx dushanba kuni impuls bilan oqqanda, mana shu jumamidi, payshanbamidi impuls bilan oqqanda, bu yerda narx o'zi, ya'ni yechib ketmagan likvid zonalarni olgan, lekin biz ko'rishimiz mumkinki, zonamizda sham yopmagan. Ya'ni zonada sham yopilmagan. Bu katta ehtimol bilan tepaga harakati bo'ladi degani. Biza bu yerda qaranglar, bittasi esingizda tursin. Katta time frame'ni qarayapsizlarmi? Katta time frame'da o'zini breaki bo'lsa, bo'ldi. Katta time frame'ni o'zida kutib olasizlar. Agar katta time frame'da hech qanaqa break bo'lmasa, uje keyin M15 time frame'ga nazar tashlaysizlar. Tushuntira oldimmi? Aytaylik, mana bu holat, mana bizda resistent holati. Bu yerda M15 time frame'ga o'tamiz. M15 time frame'da bizda mana breaklar bor. Narx resistent zonadan keldi va bu joydan o'z harakatini qilib berdi. Bu qisqa muddat, mana 50 punktda olamiz, bozordan chiqib ketamiz. Основной urg'uni biz 50 punktga beramiz. Ya'ni 50 punktda olamiz, chiqib ketamiz. Kerak emas lishniy tam punktuatsiyalar, ko'proq ushlashlar, boshqa qilishlar. Aytganini qilmagan odam yeyveradi. Qo'pol qilib aytganda. Xo'p, mana bu yerda ham line chart holatiga o'tamiz. Bizda bu yerda katta harakat yo'q, lekin mana bu joyda katta harakat bor. Mana shu joyni ko'rishga harakat qilamiz sizlar bilan. Mana line chartga olaman. Bu yerda mana katta harakat, kichkina time frame kontroliga o'tamiz. Bu yerda kichkina time frame bo'yicha mana oldi holatlarimiz berilgan. Bitta holat, ikkita holat orqaga keldi, bu joydan re-entry holatini berdi. Bu yerda M30 ga o'tkazsa bo'ladi. M30 kontrolda ham mana bu joyni ushlab olsanglar bo'ladi. M5 kontrol, M30 kontrol urganimizdan keyin M5 kontrolga qaraymiz. Bizda mana M5 kontrol M5 kontrol bo'yicha ikkita support holat buzilmoqda. Bu yerdan kelyapti, narx bitta, ikki to'lib pastga tushib ketyapti. Birinchi holatda ham 50 punkt. Mana. Bu yerda yurmabdi, keyingisi yurgan 50 punkt. Mana bizda katta harakat, line chart, mana katta harakat. Katta harakatni biz olib qo'yamiz. Bu o'tamiz, zonadan tanish bilga qilib olamiz. Bu joyda kelmagan ekan, bermagan ekan. Kichkina time frame kontrol bu yerda hop, kontrol уже buzilish bor, katta time frame o'zida buzilish bor, lekin narx bu yerga kelmagan. Bu yerda narx EG holatiga kelgan. EG holatda reaksiya bergan. Biza tanish bilga pastdan ushladik. Kichkina time frame o'tadigan bo'lsa, tak, kichkina time frame'da bizda EG failat holati bor ekan va narx EG failat holatiga reaksiya bergan ekan mana. EG failat holati bu yerdan reaksiyani olgan ekan. Bu holatda o'tkazib yuborgan bo'lardi. Ya'ni narx kelmadi, значит bu holat o'tib ketdi. Mana biz o'zi mana bu joydan kutib olishimiz kerak edi. Bu holat mana resistent holati. Mana bizda resistent holati, kichkina time frame. Kichkina time frame'da bizda buzilish bor. Mana buni bundoq qilib qo'ysak ham bo'ladi. Bu yerda azincha break bo'lgan, ikkinchi holatda yurib bergan. 70 punkt yurgan. Mana bu joyda fake out qilib qo'ygan. Fake holatiga burib qo'ygan. Bu narsaga sizlarga hali qo'shimchalar qilib beraman. Qanaqa qilib bu narsani mustahkamroq olsa bo'ladi. Ya'ni zonani biz hozir resistent zona olamiz. Bu narsaga EG ni qo'shib turib olsa ham bo'ladi. Bu narsani ham tushuntirib berishga harakat qilaman xudo xolos. Kimda nima savol bor? Mana bu yerda bizda mana resistent bor. Line chartga o'tkazamiz. Katta harakat, line chart. Bu joyda harakat bo'lgan. M15 kontrolga o'tamiz.
M15 kontrol bo'yicha mana bitta break, ikkita break narx keldi, botdan reaksiya berdi. Botdan short long ishladi. Mana time frame kelganman. И так далее. Kimda nima savol bor? Savollar bo'lsa beringlar. Savollar bormi? Aka, hozir mana bitta savol bordi. Buni trend liniya qo'shib ishlatsak bo'ladimi? Bo'ladi. Trend liniya misol uchun bor bo'lsa, biz ham shu Bo'ladi. joyda verilsa oshadi, to'g'rimi? Bo'ladi, O'shani- tasdiq ko'payadi. Tasdiq ko'payadi. И anaqa long short zonasini ham ozgina anaqa berganingiz yaxshi bo'lardi aka, tushuntirib. Long short zona o'zi boshqa mavzuda bor. Bor-a? Bo'ldi. Long short zona основной zonani narxni razvorot o'tgan payt ishlatiladi. Razvorotni oldindan bilish uchun. Tushunarli aka. Xo'p, birinchi sizlarning darsliginglarni ko'rib chiqinglar. Darsliginglar bor edi sizlarning. Xo'p, darslik 13 ta odam tashlagan ekan. Qolganlari qo'pol qilib aytgan deb qo'y. Mayli, kim nima qilsa o'zi uchun qiladi, menga qiziq emas. Xo'p, sham bilan bu sham bilan entrimi shunda? Xo'p, kim tashlagan ekan buni? Tak. Sham bilan Zuhriddin aka tashlagan ekanlar. Xo'p, Zuhriddin aka darslarini ko'rib chiqamiz. Xo'p. Anaqa esinglarda bor-a, sham bilan entryda 40 punktdan stop oshib ketmasin. Sell 286, TP 720. Sell 40 punkt oshmaslik kerak, faqat M15 time frame da ishlanadi. Chotki. Zuhriddin aka молодец. Xo'p, Adham, nima bu? Nima tashladilar bular? Voy voy. Xo'p, nima bu? Nima ekan bu tak? 2x eg file. Nima u 2x eg file? Ikkita resistem bilanmi? Ha. Eg. Sel. Butda nima olingan? Tushunmadim. Eg file plus eg. Narx tepa. To'g'risi bir xil narsa tashlabdilar. Xo'p, easy. Mana qolgani qani? Buni qolgani ko'rinarmikan? Voy. Buni nimasini ko'rayman? Qani bu? EG faqat H1 M30 time framelarda ishlatiladi. Ikkita resistem bo'lishi kerak. H1 da EG bo'lsa, H1 ni o'zida yoki birinchi time frame tashlab yana M15 time frame da resistem ko'riladi. Xo'p, yaxshi-ku, men bu tish bilan ko'rmayapman. Tak, EG yaxshi. Nasibov Zuhriddin. Сохранять. Yaxshi bilan ekan. EG file. Xo'p, yaxshi. By EG file high risk M15. Bu ko'rinmabdi. Qolganlarning dasti qani? P
Period. Так. Period. Zo'rlangan. Hop. Iji faoliyat to'g'ri. Yaxshi olingan. Tak, iji faoliyat yaxshi olingan. Bu yerda urib berib ketib, bo'ldi, tushundim. Cho'tki qilingan darslar. Hop, iji faoliyat sel. Iji faoliyat sel H1'da olinmaydi. M15 endi cho'tki yetadi. Boshli. Yaxshi, mana kimni dars? Feruzbekni darsi ekan. Yaxshi, zo'r bo'pti dars. Azizbek. Iji faoliyat. Ijini o'zi ekan. Iji. Noto'g'ri bu. Iji faoliyat to'g'ri. Hop. Iji faoliyat to'g'ri. To'g'ri. Iji faoliyat noto'g'ri bu. Iji to'g'ri. Pastroq cho'zgan, o'tdan ketgan. Period kunlik ochilish. Hamma o'zim kurs berganimni tashlab qo'yibdilar. Farruh aka. Hoppa, nima bu? Hech balo ko'rinmabdi. Voy, şey ochmadi. Salomat bo'lasiz, to'g'ri-ku. Xo'p, Hikmat aka, iji faoliyat, tak, iji faoliyat bu yerda yopilishga ahamiyat berish kerak. Tak, iji faoliyat sinir M15 bay noto'g'ri bu. Bu ham noto'g'ri. Hop, iji faoliyat noto'g'ri. Iji faoliyat bay to'g'ri. Iji to'g'ri, iji to'g'ri. H1 iji faoliyat olinmaydi umuman. To'g'irlash kerak. Zafar. Iji bilan ishlash. Resistance noto'g'ri olingan. Bu yerda nima olingan tushunmadim. Tushunarsiz darslik. Bu ham tushunarsiz. Bu ham tushunarsiz, noto'g'ri bu, iji faoliyat emas. Iji faoliyat low risk emas. Period zona qanaqa olingan? Period zona momentda-ku.
Katta zona juda ham. N-type zona. Proboy, отбой. Hop. Farqiga tashabdilar. EG M15 $4. Hop. Shu otdi aka. Mani kompyuterimni ochuvdi, unda ochmabdi aka. Darslar cho'tki. Rahmat. Hop. M15 tepa 1-2, tepa 1-2. Hop. EG falat. Cho'tki darslar. Rahmat aka. Ko'rishingiz yaxshi. Qolganlarning darsi qani? Qolganlarning darsi yo'q. Bo'lsa tak 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta odam tashabdi-da. Qolganlar o'zini o'zi hurmat qilmas ekan-da. Yaxshi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Asqar aka, bu zip qilish tushunmadim-da men. Zip O'sha 3 ta nimaga zip qilish bo'yicha tashlab berishdi? Kim video tashladi? Zip bo'yicha video tashlab berishdi. Men lichna o'zim ko'rdim o'sha odamni, kimdir zip bo'yicha video tashladi. ko'rmabman lekin. Qanaqasi ko'rdingiz? Shuning uchun SMS-dan ko'ringlar-da, shuning uchun ana 400 ta 500 ta SMS yozmasdan o'zingizlar bilan o'zaro gaplashib olib, kerakli narsalarni gaplashinglar. Keraksiz narsalar emas. Bo'ldi, xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ustoz Me'mor Uzur, hozir yaqinda kirdim-da, darslikni endi videoda ko'rib olaman, keyin menikini ham tekshiribsiz. Xo'sh. Ovozingiz eshitilmayapti. O'shani ertaga tashlab qo'yaman-da, ustoz. Mayli, tashlab qo'ying. Period bo'yicha ertaga bugun tashlab qo'yaman, darslikni ko'rolmadim. Anaqa endi kirdim-da, Me'mor Uzur, o'shanga yetib qo'yay degandim. Yaxshi. Eshityaptimi ustoz? Bo'ldi, tushunarli. Xo'p, Uzur, rahmat kattaga. Sog' bo'ling. Xo'p. Kimda nima savol bor bugungi darslik bo'yicha? Menda savol bor edi. Bering. Hozir RR yoki SSD H1 bo'yicha olyapmiz-ku. Hop. Confirmation M15 da tasdiqlaymiz, to'g'rimi? Agar O'sha H1 da bermagan bo'lsa, M15 da ko'rib olasiz. Resistance zonalar break bo'lganmi, bo'lmaganmi? o'shanda stopimiz M15 da break qilib qo'ygan bo'lsa, stop bo'ladi. Ya, break qilib qo'ygan bo'lsa stop bo'ladi-da. Zona. Ha, shunaqa. Mana H1 da emas, M15 da. Mana, например, aytaylik, mana bizda zona bor deylik, mana bu joyda-da. Mana ko'ramizki, mana bizda zona bor edi aytaylik. Prosta olamiz mana bu joyi, mana zona bor edi. Ahamiyat bering, mana break qilib qo'ydi. Bo'ldi, mana shunaqa breakda chiqib ketamiz biz zonada. O'zi zonani oralig'i katta bo'lmaydi unaqa. Mana oddiy mana shu zonani o'zi 18 punkt bo'ladi. Agar mana bu yopilishi bilan oladigan bo'lsak, 18 punkt stop bo'ladi. Ya'ni bu stop hisobi kattaga kirmaydi. Tushuntira oldimmi? Ha, tushundim. Faqat zonani H1 da olsak, M15 da break qilsam yopaveramiz yo H1 da o'zini kutaveramiz deb. Yo'q, M15 da break kutasiz. Chunki H1 da kutadigan bo'lsangiz, u oqib ketishi ham mumkin-ku. Ha, shuni so'ramoqchi edim. Rahmat, tushundim. Xo'p. Stoplarni bitta anaqa bera olasizmi? Tushuntirib bera olasiz. Break qilganda do'stu. Nimasini? Switch yopilishini kutish kerak. Mana bunaqa paytda switch yomon oqib ketib qoladi-yu. O'shalarni. Bo'ldi, tushuntirib beramiz. Mana bizda aytaylik, sel sham shakllandi. Sel sham shakllandi-da.
Bu joydan bizda aytaylik ketdi, uchib ketdi bozor. Bozor uchib ketdi. Bizda ham yerda, например, o'sha liniyamiz bor. Biz mana shu joyda zona olamiz o'zimizga, to'g'rimi? Mana zona oldik. Zona oldik. Narx aytaylik ketdi. O'sha aylanib, o'sha rezistenlarni yasab, mana shu zonaga keldi. Mana zonaga keldi. Zonaga kelganda ikki xil holatda keladi. Yoki srazu zonani ozgincha buzib yopilib qoladi. Mana shu holatda biz bozorga kirmaymiz. Bu birinchi holat. Ya'ni bo'ldi. Mana bu yerda hali biz bozor kirmaganmiz. Biz bozorga, ya'ni mana shu zonaga narxning kelishini kutdik. Narx keldi, impuls bilan keldi, yopilish pastda bo'lib qoldi. Toki zonani qayta yorib chiqib, mana shu joyga bermaguncha kirmaymiz. Bu holatda birinchisi bu. Bu birinchi holat. Kirmay turamiz. Endi ikkinchi holat bor. Narx keladi-da, kelib mana shu holatda yopiladi. Ya'ni svecha tana, ya'ni mana bu soya buzadi, lekin tana buzmaydi. Mana shu holatda narx yopilishi bilan sirasiz bozorga kiramiz. Chunki katta ehtimol bilan bozor bu yerdan reaksiya oladi. Chunki zonaga nisbatan yopilish pastda bo'ldi, tepada bo'ldi. Ya'ni mana shu holat bo'ladi. Va bizda uchinchi holat bor. Narx keladi. Biza kutganimizdek yopilib beradi, aytaylik. Mana narx keldi va biza kutganimizdek yopilib beradi. Lekin keyingi sham ozgincha tepaga yuradi-da, aytaylik, ozgincha tepaga yurib turib bayga. Va mana shu holat yana o'z yo'lini davom etadi. Mana shu holatda mana shunaqa break qilib qo'yishini kutamiz biz sizlar bilan. Mana. Bu holatda chiqib ketamiz. Tushuntira oldimmi? Pastga qancha tushsa ham o'sha pastga ko'p tushmaydi. Pastga ko'p tushmaydi. Uzog'i borsa stop hajmini 20 punktda tashkil qiladi. 20 punktda tashkil qiladi. O'shani bilmoqchiman. Uzoqqa ketib qolmaydi. Keyingi holati, keyingi ochiladigan sham srazu impuls bilan ketishi mumkin. Lekin narx zonani yorayotganda impuls bilan ketib qolmaydi. Yoki ketsa, hozir aytganimdek, bittada ketadi mana bu holatga o'xshab. Agar bu zona kelib, mana shu zonada reaksiya beradigan bo'lsa, bu обязательно ozgincha tepaga yurib, tepadagi zonalardan keyingi kelishiga buzib ketadi. Tushuntira oldim? Ustoz, agar yangilik bo'lgan vaqtdachi, agar yangilik bo'lgan vaqtda to'g'ri kelib qolsa. Yangilik bo'lgan holatda agar mana shu zonani ustida tashqi tarafida turgan bo'lsa, kutish kerak. Katta ehtimol bilan harakat birinchisi tepaga bo'ladi. Keyin уже pastga tushish ehtimol bo'ladi. Ya'ni bizda kelyapti-da, yangilik payt mana shu oralig'ida yuribdi, например, to'g'rimi? Mana bu agar pastga break qilmagan bo'lsa, agar tepada turgan bo'lsa, zonadan tepada, katta ehtimol bilan bittada tepaga uradi. Tepaga uradi, keyin уже pastga reaksiya olishni boshlaydi. Tushunarli ustoz. Keyin bitta narsa so'ramoqchi edim. Engulfing hayotda M15da ichidagi M5 da ham bir xil joylarda beryapti. O'shanda ishonchliroq bo'ladimi, ko'proq bo'ladimi? Yo'q, M15 da ko'rdingizmi? M15 da kirasiz. Yo'q, M15 ichida yana M5 da ham beryapti-da. O'shanda yo'q, ishonchliroq bo'ladi. Mana aytolman, M15 da ko'rdingizmi? M5 tagiga kirib nima qilasiz? M15 kuchi ko'proq emasmi M5 ga qaraganda? Yo'q, men tushunyapman siz gapingizni. M15 tagiga M5 yana kuchi qo'shilsa kuchayadimi demoqchiman. Kuchayadi-da. O'shani so'ramoqchiman-da. Kuchayadi. Kuchliroq bo'ladi confirmation. Agar bitta joyda kelib qolgan bo'lsa, undan ham yaxshi bo'ladi. O'sha bitta joyda ekanini so'rayapman-da. Ha, bitta joyda kelsa, undan ham yaxshi bo'ladi. Men o'ylayman, siz M15 ichida yana M15 da EG fayl turibdi-da, M5 dagi EG fayl olsa bo'ladimi deb so'rayapsiz bo'laman. Yo'q, unaqa emas. M15 ichidagi ishda ishadi. To'g'ri. Ichida ko'pincha kelib qolyapti bir xil joyda o'sha. Keladi. Kuchliroq bo'lib qoladimi deyapman-da. Shunaqa keladi. Kuchliroq bo'ladi, ha.
Savollar bo'lsa beringlar. Savol yo'qmi? Hech kimda? Darsdan tashqari savol bersam bo'ladimi? Nima savol? Mana shu o'rganayotganlarimizni hammasini birgalashib ishlatishni bitta o'zingiz tushuntirib berasizmi? Masalan, qancha bir darsdan keyinmi, hamma darsni o'tib bo'lgandan keyinmi? Nima qilib beraman? Mana shu o'rganganlarimizni hammasini bitta qilib ishlatib ko'rsatib berasizmi? Masalan, qanaqa siz ishlashingizni, man qancha noto'g'ri, shu narsalarni o'zingiz hammasini birgalikda qo'shib ishlatishni. Gibrid qilaman, lekin men bilan ishlamaysizlar. Men bilan savdo qilish bo'yicha gap ketmagan-ku. Men sistemani beraman sizlarga. Gibrid qilib ishlatishni ko'rsatib beraman. Bularni qo'shib ishlatishni ko'rsatib beraman. Обязательно. Hop. Kimda yana savol bor, beringlar. Savolinglar bormi? Savolinglar bo'lsa beraveringlar bemalol. Qaranglar, sizlarga bittasini ko'rsatib beraman. Darsdan tashqari. Ko'plar trendline-ni sal takoy boshqacharoq ishlatadi. Bu mavzu bo'yicha men tashlab beraman. Aytaylik, trendline qachon o'zi aslida ishlaydi? Shu narsani tushuntirib berishga harakat qilaman. Ahamiyat berasizlar. Zona, narx, trendline pastdan, ya'ni kasaniya pastdan, kasaniya tepadan. Trendline zo'r ishlaydigan holati mana shu joyga keladi. Narx mana shunaqa joyda, mana shunaqa joylar, holatlar bo'ladi. Mana. Ahamiyat berasizlar. Narx, zona, trendline bitta joyda keladi. Ya'ni aytaylik, bu joyda narx keladi. Mana bu joyda narx keladi, например. Bu joyda uradi. Mana shu joyga narx kelib, mana shu joydan uchadi. Impulsivniy harakat har doim trendline-da mana shu holatda keladi. Buni keyinchalik men sizlarga tushuntirib beraman qanaqa kelishini. Bunga o'sha joylari bor. Bu narsa bir haftada bir marta yoki 2 marta mana shu holat kelib qoladi. Lekin mana shunaqa holat kelganda narx impuls bilan uchadi. Prям impuls bilan beradi. Harakat juda katta bo'ladi. Qanaqadir balki yengilligi to'g'ri kelib qoladi, balki qanaqadir joyga to'g'ri kelib qoladi. Farqi yo'q, qanaqa joyga kelishidan qat'iy nazar. Mana bu yerda ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, trendline tepadan keladi, trendline pastdan keladi. Zona shakllanadi, narx mana shu zonani o'rtasiga to'g'ri kelib qoladi.
va botga bitta berib tepaga uchib ketadi. Shunaqa holatlar bor. Buni keyinchalik sizlarga ko'rsatib beraman. O'sha trendlayni to'g'ri ishlatish uchun. Ana shu holatda o'zi aslida trendlayn ishlaydi. Bu holat kamdan kam keladi, lekin bitta kelsa kuchli harakat bilan keladi. Men esimda yo'q, mana shu yerda qayerdadir qaysidir anaqa ishlatdim, mana shuni o'zi tak 30 zamini. Time frame ishlatgandim. Topdim shekilli. Kichkina time frame oladi buni. Mana. Ahamiyat beringlar. Trendline tepada bitta, ikkita kasaniya, break, uchinchi kasaniya. Trendline pastdan bitta, ikkita kasaniya, break, uchinchi kasaniya. И bu yerda bizda EG file. EG file zona. Любой xil zona keladi. SBR zonami, SS zonami, EG ni o'zi zonasimi farqi yo'q. Ana shu holatda keladi. Mana shunaqa trendlinelar kuchli ishlaydi. Shu narsaga ahamiyat berib qo'yinglar o'zinglar uchun. Ikkala holatda ham break holatda ishlash kerak. Mana, например, bu yerda break qildi. Bu yerda 3-kasaniyaga to'g'ri keladi. Agar xuddi shuni teskari holati bo'lsa, ya'ni biza bayga ko'rayotgan bo'lsak, bu joyda o'sha kasaniya bo'ladi, bitta holatida break bo'ladi. Bu kelib zona trendline tepa pastdan bitta urib, keyin уже reaksiya oladi. Shunaqa holatlari bor. Bu ham ko'zim ko'ringanini ko'rsatdim. O'zi bunaqa holat men botda lichna men bunaqa kirmaganman o'zim. Prosta holat kelib qoldi, ko'rsatib beraman. Mana shunaqa holatlarga ahamiyat berish kerak trendline ishlatayotganda. Savollar bo'lsa beringlar. Hozircha lekin tushundik, ana savol xudo xolasa bitta videoni yana bitta ko'rib chiqqanimizdan keyin to'g'riladi endi, aka. Mana shu savollar bo'lsa, mana qilib qo'yiladi, ya'ni bloknotga yozib qo'ysanglar, dars bo'lgan payt, например, bersanglar, o'sha narsalarni ko'rib chiqamizda. Например, darsdan tashqari holatda ko'rasizlar, bir xil payt o'qiyman, bir xil payt o'qimayman. Например, chat gruppaga tashlasanglar o'qiyman. O'zaro suhbat gruppalariga bir onda-sonda kirmasam, atak uncha kirmayman. Aslida o'sha darslik gruppaga kirib o'zim uchun qarab qo'yaman. O'sha dars paytida sizlarni o'zingizlarga sразу xatoinglarni tushuntirib, o'sha anaqani qilib ketaman. Chat gruppaga ham qarab turaman. O'sha savollar bo'lsa javob beraman. Agar yana shunaqa baltavniya kerak emas gaplar bo'lsa, ahamiyat bermayman. Natijali gruppaga qarab turibman, ko'ryapman. Kimdirlar ishlashida, boshqasida yaxshi ko'rsatmaysan. Videoni ko'proq ko'ringlar, tushunmayotgan joylarni o'sha именно video ko'rayotgan payt o'zi anaqa bo'ladi. Nima deydi, savol tug'iladi. O'sha именно video ko'rgan payt shunda bloknotga yozib qo'ysanglar, o'sha narsani birma-bir ko'rib, qarab chiqamiz. Shuning uchun bunaqa payt keyin savollar bormi deganda jim o'tirgandan ko'ra o'sha savolinglar bo'lsa berib olsanglar, o'sha savollarga javob qidirib, harakat qilib topishga harakat qilamiz.
Mana shu o'zida ham hozir tushuntirganingizdek trendline bor ekan, qarang, tepadan, pastdan. Tak. Qani mishkam? Qaysi holatda aytasiz? Mana bu joydan. Mana shu tegidan, tepadan. Ikkita kasani, pastdan ham Botdan da uchinchi olsin. kasaniki. Mana anaqadan. Ha, xuddi shu yerdan. Aha. Mana bu joydan. Yo'q, mana pastrog'iga qo'ying, pastrog'iga. Pastdi liniyaga. Mana shu yerga ikkita kasani, tepadan ham ikkita kasa. Keyingisi o'sha zonani topib. Mana bu joydan aytasiz mana. Tepasidan olsak ham bo'ladi shuni, eng tepadan. Mana bu yerdan da olsin. Kattaroq. Bu hali shakllanmadi shekilli. Shakllanmagan, o'sha shakllan tepaga qo'yasiz. Eng tepa degani maksimum. Da endi narx qisilib boryapti. Ha, qisilib boryapti endi. Ya, bunaqa narsa aytmadim sizga. Bu trendlar, siz hozir anaqa model ko'rsatyapsiz menga. Yo, model ko'rsatmayman. Hozir yerdan misol uchun zona topib turib, mana shu impulsiga pastga ishlasak bo'ladi deyapman-da. Demak, o'sha struktura buzilgan o'sha iloji bo'lsa pastga ketish kerak struktura. Endi break qilish kerak-da, qayerdadir endi qaysidir liniyani shakllanyapti. Shakllanyapti shu narsa deyapman. Hozir ko'rsatganingizdek narsa. Ikkita kasanidan borda keluvdi. Ha, yaxshi. Zo'r. Bu kelajakdagi ishda bu endi hali kuzatib tursangiz agar kelib qolsa lekin uchrashgan joyida ursangiz bo'lar ekan. Shunaqa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ustoz, birinchi chizganingizga agar tepadan kelganda trendlar ishlaydimi? Bilmayman, men unaqa trendlarni ishlatmayman. Men trendlarni faqat o'sha breakga ishlataman, entryga ishlataman. Bo'ldi. Men unaqa model, unaqa narsalarga qaramayman. Xo'p. Mana agar gruppada tushunadigan bo'lsanglar, mana o'zaro suhbat bor, savolinglarni bir-biringizga beringlar. Mana bunaqa qilsa ishlaydi, mana bunaqa qilsa ishlaydimi? Sizlarning oranglarda hammani opiti har xil. Kimdir 1,5 yildan oshgan, kimdir 3 yil, kimdir 2,5 yil. O'zaro maslahatlashib qilaverish kerak. Muammo yo'q-ku bu borada. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Arbet so'zimsiz. Hozir 2756 maksimumda shu zona turibdimi? Hozir probitsiya tashladim, mana shunaqa bo'ladimi? Rasmni o'zaro suhbatga tashladim. Rasm. Zona. Hop, nima qilish kerak buni aka? Ash probitsiya bo'lgani ashuni? Break qilgani? Probit degani break qilganimi? Ha, shu. Rasmini ko'rdingizmi? Ko'rdim. Ashi bo'ldimi break qilgani ashi? Break deganda buzdi degani, o'sha support, kuchli support zonalarni buzdi degani. 2756 ga boradi endi shu. 2756 ga? Ha. 2756 ga boradi degan narsa yo'q. Yo'q, mana shu zonaga kelish ehtimoli bor degan narsa bor. Zonaga. Da, zonaga kelsa, mana shu joydan qo'rqmasdan ikkita break bo'lgan bo'lsa, mana shu joydan qo'rqmasdan zona ichiga kirishi bilan olsangiz bo'ladi. Обязательно 50 punkt откат bo'ladi. Ya'ni mana shu zonada mana 50 punkt mana shuncha holat bo'ladi. Bemalol bo'ladi. Откат holat hisoblanadi. Tushunarli. Все, mayli, asr bo'pti. Namozimizni ham o'qiylik. Charchamanglar sizlar ham. Salomat bo'linglar. Haftaning oxirida yana gaplashamiz. Rahmat katta. Rahmat. Xo'p, sog' bo'linglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Videoni tashlab beraman. Xo'p.